Enerji Tabii Baylık Ministerliği Şarkı Türkistan'a joylashgan ikki Xitoy şirketiga qarata halqalıq jazo qarori chiqargan bo'lib, Xitoy nefti G'arbiy rayon burg'ulab tekshirish qurilishi cheklik şirketi bilan atalmış Şinjan Jingtong neft tabiiy gaz paylik cheklik şirketining Türkiye sho'balariga hukumatning xaridor chaqirishidan 1 yil cheklash jazosi berildi. Bu hamda nimani ifodalaydi bu sizcha? Hamda Xitoy bilan bu Türkiye arasındaki mayli qaysi sohadagi tijorat bo'lsin, Türkiye'ninki talab qilgan shartlarga mos kelmaydi hamda. Xo'sh. Xitoyning bir tijorat qilish uslubi, misolga deylik, Xitoyning temir yo'l şirketi Türkiye'de temir yol yasash uchun nurg'un talablarni Türkiye'den talab qilgan. Misolga deydi, injinlar bizden bo'ladi. O temir yol biz ishlab ekilimiz. Vagonlarni biz ekilimiz. Ahırda deydi, işçini biz ekilimiz deydi. Türkiye hem de başkası meblag sağsa bizninki işçilerimi işlep pul tapsın deydi hem de. İşsizlikni azaltış için. Xo'sh. Şununla bu ikki tarafninki şu ticaret qilish uslubda ve karşılıklı talep ve şart koyuşta bir-birisiga mos kelmaydi hamda. Bunda bo'lgan taqdirda Xitoy chegara qozonadi hamda. Xo'sh. Şununla bu Türkiye'de mingdancha Xitoy şirketleri var. Bu şirketler hepsi uşak düşekler. Türkiye'ye Türkiye'nin taraqqiyoti uchun bir paydası ve tövbesi olmaydı. Man nefit enerji bilan münasebetlik hatta hazırki maşin sahalarında ki bu meblağ siliş biraz çoğarak hamda. Şununla Türkiye bununla dikkat kılıvatıdı. Yani biz kelişimge xilaf kılıngan takdirde bununla ceza birimiz deydiğen bir usluplarına var Türkiye'nin. Bir misalını birden bolsak 2000 yılında Xitoy 15 yıl tirişi şu Dünya Ticaret Teşkilatı'na TIO'ga a'zo bo'ldi. A'zo bo'lishini e'lon qilgan kunda shu Xitoy heyetler yig'lab ketgan, çünkü 15 yıl asan to'xtamadi, 134 davlat bilan muzokara qilgan. Eng oxirida Türkiye bilan muzokara qilgan. Türkiye va bo'pti akila deb unga imzo bergan. Faqat 2000 yıldan keyin Xitoy malları Türkiye'ye besib Türkiye'ninki nurg'un shunda asas ishlab chiqargan fabrikalar qiyin kunda qoldi, ba'zilari yepilib ketdi. Bunday ahvolda Türkiye Xitoyning malini qaytirib berish, ya'ni anti-dumping degan uslubni ishlatdi va shundaqla Xitoy Dünya Ticaret Teşkilatı'na a'zo bo'lib birinchi qitim Türkiye'den kelgan bir anti-dumping uslubini Xitoyga qarata ilib bordi. Şunun Xitoy Türkiye'ye biraz xapligi var. Onundan keyin ba'zi vaqtlarda misolga Xitoyninki şu elektrik mashinanki Türkiye'ye kirishini başta %40 baj qo'ygan. Keyin Xitoylar bilan so'zlashib bu bajni biraz tövanga tushadi. Yevropa mı bu baj qo'ygandan keyin Türkiye mi şu %40'dan töven qo'yayli deb Xitoyga bir to'saqlik qilyotdi. Yani bunda degan vaqtida Türkiye Xitoy bilan bo'lgan ticari munosabatlarda o'zininki foydasini o'ylashga to'g'ri keldi. Yani Xitoy bilan biz Xitoy bilan yaqin munosabat qurishga tirishyapmiz deydi, ama bu ticari manfaatga to'g'ri kelib qolgan chog'da yine Xitoyga qarshi siz bergan shu xabarga o'xshash muştaq ahvollar bo'lyotdi hamda. Yani bir Cumhur Reisi'nin Erdoğan'ın degandek Türkiye muz devlet emas deydi o. Türkiye banana devlet emas, yani kim kelip aslında Türkiye'nin menfaatiga ziyon berib xohlagancha Türkiye'nin şu ticari iqtisodiy sohalarda o'yin o'ynash, tans o'ynashni biz ruxsat bermaymiz degan gap hamda. Xo'sh. Şununla bu Türkiye'nin ziyniga to'g'ri kelib qolsa, Türkiye %100 to'saydi demay, ko'pincha zamonlarda Xitoyning shirkatlarini, Xitoyning mallariga to'saqlik qilyotdi. Xo'sh.